Dasturimiz davom etadi. 8-dekabr O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi qabul qilingan kun. Bosh qomusimizning 33 yilligi munosabati bilan joylarda keng qamrovli tadbirlar tashkil etilmoqda. Xususan, O'zbekiston Respublikasi Harbiy prokuraturasi tomonidan ham qator uchrashuv, muloqot, sport musobaqalari, intellektual o'yinlar va boshqa amaliy tadbirlar o'tkazilyapti. Hozirgi lavha shu haqda. Poytaxtimizda O'zbekiston Respublikasi Harbiy prokuraturasi tashabbusi bilan O'zbekiston futbol assotsiatsiyasi hamkorligida Qurolli kuchlar faxriylari o'rtasida ilk bor Harbiy prokuror kubogi uchun mini futbol turniri o'tkazildi. 2 kun davom etgan musobaqalarda Mudofaa va Ichki ishlar vazirliklari, Milliy gvardiya, chegara qo'shinlari, Davlat xavfsizlik xizmati, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Davlat xavfsizlik xizmati, O'zbekiston veteran jangchi faxriy va nogironlar birlashmasi faxriylar terma jamoalari o'zaro bellashdi. Sportsiz hayot yo'q desam ham bo'ladi. Sababi men nafaqatdan chiqib mana hozir ham davom etkazyapman. Harbiy xizmat davomida ham kerak bo'lsa chet davlatlarda ham sport musobaqalarida, boshqa jangovar musobaqalarda qatnashib, o'zimizni hissamizni qo'shib keldik shu kungacha. Aytish kerakki, harbiy xizmat sharafi, vatanparvarlik va sog'lom turmush tarzini targ'ib qilish maqsadida o'tkazilayotgan mazkur futbol musobaqasi barcha ishtirokchilar uchun haqiqiy sport bayramiga aylandi. Bu futbol hammaga zavq, shavq bag'ishlayapti, intilyapmiz, harakat qilyapmiz, o'zimiz ishimizni ishlayapmiz. Atrofdagi bizdan ham katta yoshdagilar o'ynayotganlar, ularni ko'rib yana ham biz o'ynagimiz kelyapti. Yoshligimiz paytidagi e'tiborlar qanaqa edi? Mana endi bekitadigan joyi yo'q. Ikkita tosh qo'yib futbol o'ynardik. Mana bugungi kunga kelganda mana shunaqa chiroyli stadionlar, sport birinchi o'rinda hayotini tartibga soladi deb o'ylayman. Yakuniy natijalarga ko'ra, Jasorat faxriylar terma jamoasiga teng keladigan raqib topilmadi. Faxrli 2 va 3 o'rinlarni esa chegarachi va posbon jamoalari egalladi. Turnirda yuqori natija ko'rsatgan qatnashchilar eng yaxshi o'yinchi, eng yaxshi to'purar va eng yaxshi darvozabon nominatsiyalari sohibi bo'ldilar. G'olib va sovrindorlar diplom, medal hamda esdalik sovg'alari bilan taqdirlandi.